P&L va cash flow biznesingizning harakati haqida so'zlasa, balans uning ma'lum bir sanadagi umumiy quvvati va mustahkamligini ko'rsatadi. Bu shunchaki hujjat emas, bu korxonaning moliyaviy surati yoki uning haqiqiy qiymatidir. Balans hisoboti 3 ta asosiy ustun ustiga quriladi. Birinchi qismda biznes egalik qiladigan barcha resurslar, ya'ni aktivlar aks etadi. Bunga kassadagi naqd puldan tortib, ombordagi tovarlar, uskunalar va hatto mijozlarning sizdan bo'lgan qarzlari kiradi. Ikkinchi va uchinchi qismlar esa bu resurslar qayerdan kelganini tushuntiradi. Ya'ni biznesning tashqi qarzlari bo'lgan majburiyatlar va egalarining o'z ulushi, ya'ni shaxsiy kapital. Balansning asosiy vazifasi aynan shu resurslar va ularning manbalari o'rtasidagi muvozanatni, ya'ni moliyaviy barqarorlikni saqlashdir. Investorlar qaror qabul qilishda aynan balansga birinchi bo'lib qarashadi. Chunki faqat shu yerda biznesning qarz yuki qanchalik og'ir ekanligi, u o'z majburiyatlarini qanchalik tez yopa olishi va kapitali yetarli yoki yo'qligi oydinlashadi. Bu tamoyil shaxsiy moliyada ham juda muhim. Sizning boyligingiz faqat qo'lingizdagi mol-mulk bilan emas, balki u mulkning qancha qismi qarzlardan xoli ekanligi bilan o'lchanadi. Haqiqiy moliyaviy erkinlik va barqarorlik aynan mana shu nisbatni to'g'ri boshqarishdan boshlanadi. P&L, cash flow va balans. Bu uchlik birgalikda sizga biznesingizni 360 darajada ko'rish imkonini beradi.